Assalomu alaykum Artur shohobnachilarni istayashimizdan. Yana hozir Samandar Ramos yana geldik. Hozir kim kechaklarni rasmlar bilan tanishtirib o'tamiz. Toza narsalar kelib shular haqida ma'lumot beramiz. Asa boshladik. Assalomu alaykum Samandar, yaxshimisiz? Harman. Assalomu alaykum. Charchasiz og'a. Yaxshi. O'g'illar yaxshimiz. Ko'rasiz, ko'ptalar xilma-xillardan olib kelib qo'yamiz. Yo'q. Bular qarang mana. Chiroyli rasvetkalar, mana qarang. O'tda ham mana qolalardan bor mana og'a. To'xtalarimiz. To'xtalar ko'ryapsiz mana og'a. Ko'rsatib bering. Bular razmerlar standart bo'ladi og'a. Razmerlar standart bo'ladi. Puli qarang. 60 mingdan sotyapti, mayli, obunachilar uchun 55 ming. Xo'p, mayli, like bosib obuna bo'lib kelgan odamga 50 ming so'mdan shu ko'rtalar beraveramiz og'a. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. Hazilaka emas mana, 50 ming so'mdan qarang. Razmerlar standart bo'ladi obunachilar. Yana bozor kamida 80 ming 90 mingdan sotyapti. Undan tashqari onajonlarimiz uchun ajoyib ko'ngillarimiz kelgan. Ko'ngillarimiz ko'ryapsiz mana. Razmerlar 52 dan boshlab 62 gacha razmerlar bor. Narxlar 35 ming so'mdan bo'lyapti. 35 ming so'mdan 35 ming so'mdan har xil rasvetkalari bor. Rasvetka kerak bo'lsa bemalol kelishaveradi. Har xillardan topib beramiz. Mana har xillari bor. Hammasi xushro'y narsalar. Undan tashqari ko'shlarimiz bor. Ko'shlarimiz mana 25 tadan beryapti dedik. Obuna bo'lib like bosib kelgan odamga mana 20 so'mdan qo'yib beramiz. 20 ming so'mdan. 20 ming so'mdan. Razmerlari chiqib bo'ladi endi. Razmerlari 36 dan boshlab 40 razmerlargacha bor og'a. 36 dan boshlab 40 razmerdan bor obunachilar. Agar kerak bo'lsa, kelib bemalol xarid qilib olib ketishaveradi. Eng arzonlari, eng sifatlilari mana bizda og'a. Mana likelarni, podpiskalarni bosaverasiz. Rahmat. Podpiskani bosaveradi og'a. Adreslarni tushuntiradan bosam bilgan sizdan ekani yong'inasida joylashgan obunachilar bu yerda dehqon bozorimiz bo'ladi. Shu yerda Samandar Ramos. Rahmat, sog' salomat bo'ling.